Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Aholi komitetlari Xitoyning Uyg'urlarni kontrol qilishida halqалық rol o'ynamoqda. Amerika Kengash palata a'zosi Hong Kongning soqchi davlatiga aylanib ketish xavfi mavjud dedi. Ozarbayjon davlat mustaqilligini tabrikladi. Tۈrkىyə يەمەن xalqiga insonpərvərlik yardımı bərdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Şərq Türkistanның hazırkı vəziyyətində hər qandaq bir kişinin öy eliş, toy tükün və nəzir çıraq ötküzüş, sayahat çıxış, mehmanlarının bardı kəldisi, köşmən ahalilərinin öy icara elişi, balısını məktəbə verişə oxşaş, turmuşdakı normal işlərinin həmmisi də ahali komitetindən icazət eliş şərt ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Asas qatlamdagi eng kichik ma'muriy organ hisoblangan mahalliy komitetining vazifasi o'zining boshqarish doirasidagi aholilarni majburiy bayroq chiqarishga tashkillash va uning kapolatlik qilish qatorliq bir yurish muqimlik tadbirlarini ijro qilmoqda ekan. Yaqında ijtimoiy taratqularda tarqalgan Qashqar davlat bag'izliq aholilar komitetining atalmish 3 ni yetkazish va 6 ni bayon qilish nomli Xitoycha va Uyg'urcha ikki tildagi o'qitish oshkorlangan bo'lib, mahalliy komitetlarining asosiy vazifasi mahallaning muqimligiga kapolatlik qilishdan, yanada konkretlashib Xitoyning lager siyosatining unumli yurishiga kapolatlik qilishda moslashish bo'layotganligi ko'rsatilgan. Yaqında Amerikaga borgan lager shohidi Zumrat Davud Xitoy hukumatining mahalliy komitetlari orqali aholilarni boshqarish sistemasining oldi bilan atalmish 3 ni yetkazish 6 ni bayon qilish nomli o'qitishda deyilganlarni dal mahalliy komitetidagi davlat ma'murlarining har dushanba kundagi bayroq chiqarishda ommaga yetkazganligi. Undan boshqa o'z tavsiyasidagi aholilarga shu yetkazgan siyosat va tadbirlarni o'zlashtirib, maqola yozib topshirish kerakligi. Har haftada bayroq chiqarib bo'lgandan keyin navbatlashib bir qancha kishi maqolasini o'qib berishga chaqirganligini bildirgan. Aholi komitetirdagi xodimlar yaqinqi 2 yilda hassalab ko'paytirilgandan sirt, ularga berilgan huquq darajasi zo'raygan va kuchaytirilgan. Kishilar aholi komitetining ruxsatsiz hech ish bajarolmaydigan holga kelib qolgan. Aholi komitetidagilarning kundalik mashg'ulotlari asosli aholilarni majburiy qilib bayroq chiqarish marosimida qatnashtirish, yo'qlama qilish, qizil naqsha va xorlarni etqizish, kishilarni qizil bayroqqa qasam berishga o'rlashtirish qatorliq kishilarni bekor qo'ymaslik uchun behuda avor qilgan ishlarga o'rlashtirib, lager siyosati boshlangandan buyon mahalliy komitet xodimlari kishilarning uylariga kunda qarorlik kirib boshqarish, siyosatlarni yetkazish, undidor to'p qurish orqali yo'qlama qilib turish qatorliq ishlarni kun tartibga kirgizgan. Ular shaxslarning ish harakatlarini kuzatib turish, o'ltiroq binoning kirish eshiklariga yuz tonish sistemasi o'rnatib, har bir oila kirib chiqayotganlarni tekshirish, uylarga 2 kodliq tekshirish sistemi o'rnatish, nomer qo'yish jadvali bo'yicha boshqarishga o'xshash inchik qatlam boshqarish sistemasi barpo qilgan ekan. Aholi komitetlarining aholilarning ahvolidan boshqa, ularning ijtimoiy munosabat doirasini tafsiliy egallab, har xil jadvallar orqali davomli kishilarning uchurlarini yengilab turish, haddidan oshgan kontrollik va nazorat sistemasi, kech-kunduz demay tuyuqsiz tekshirib, tahdid paydo qilish ishlari aholilarni qattiq bezor qilib, ularning kundalik normal turmushini va aromini buzib, psixologiyasiga og'ir besimlarni olib kelmoqda ekan. G'arb matbuotlarining xabarida ilgari surilishicha, 16 oktyabr Amerika Kengash palatasida ovoz qo'yilmoqchi bo'lgan Hong Kongning kishilik huquq va demokratiyasi qonun loyihasini qo'llash uchun 100 mingdan ortiq Hongkongliklar Amerika bayrog'ini egiz ko'tarib, yana bir qatam cho'ng namoyish olib borgan va soqchilar bilan namoyishchilar orasida to'qinish yuz berib, 11 kishi qo'lga olingan va 20 dan ortiq kishi yaralangan. Hong Kongga ziyorat uchun borgan Amerika Kengash palatasining a'zosi Holly Mitchell Hong Kong namoyishchilari bilan bo'lgan uchrashishdan keyin Hong Kong vaziyatining intayin xatarli ekanligini, Hong Kongning soqchi davlatiga aylanib ketish xatarining mavjudligini, bir davlatda ikki xil tuzum xavfga yo'liqayotganligini bildirgan. Holly Mitchellning 14 oktyabr Hong Kong qonun turg'izish komitetining oldida so'zlagan sin ko'rinishlik so'zlari kishilarning texnik kuchlikni qitin jalb qilib, Xitoyni bearam qilgan. O so'zida, "Mening sizlarga demoqchi bo'lganim, butun dunyoning diqqati Hong Kongda bo'lmoqda. Barliq hur xalqlarning hammasi sizlar bilan bir safda turmoqda. Men bir yurtning taqdirining bir avlod kishilarning jang e'lon qilishi bilan belgilanganligini tushunib yetdim. 50 yil ilgari Berlinda, bugun Hong Kongda shundoq bo'lmoqda. Mana bu butun dunyodagi hur xalqlarning nima uchun sizlarning ko'rishinglarga, sizlarning eng aqalli erkinlikni qo'lga keltirish yo'lidagi ko'rishinglarga ko'ngil bo'lishlik sababdir" degan. Bir 1918 yili 28 may kuni Mahmad Emin Rasulzoda rahbarligidagi Milliy shura tarafidan davlat mustaqillik e'lon qilib, 2 yil o'tgandan keyin sobiq Sovet ittifoqi tarafidan ishg'ol qilingan Ozarbayjon 1991 yili 18 oktyabr kuni qaytadan mustaqil davlat sifatida tarix sahnasiga izlar qoldi. Ozarbayjon xalqi uda 70 yil sobiq Sovet ittifoqi hokimiyati ostida yashagan bo'lsa-mu, Sharqning tunji demokratik jumhuriyati sifatida qabul qilingan Ozarbayjonning irq, din, mazhab va jinsiyat ayirmasdan barliq fuqarolarga barobarlik huquqi bergan bir davlat ekanligini hech qachon unutib qolmadi. Sobiq Sovet ittifoqi armiyasi 1990 yili 20 yanvar kuni Baku va boshqa viloyatlarda ayol bola demasdan yurgizgan qatlam Ozarbayjon xalqining sobiq Sovet ittifoqi hukumatiga bo'lgan ishonchisini yo'qotib, davlatning mustaqil bo'lish bosqichini tezlatgan. Öz vaqtidagi parlament o'rnidagi Ozarbayjon Oliy Kengashi 1991 yili 30 avgust kuni mustaqillik e'lon qilinishga aloqador bayonotnomani ma'qullagan.
1991 sentabrda sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib, mustaqillik e'lon qilinish to'g'riliq yig'inlar chaqirilib, Oliy Kengash tarafidan 18 oktyabr kuni Ozarbayjon Cumhuriyati davlat mustaqillik haqida asos qonun ahdnomasini ko'p sonliqning ovoz berishi bilan ma'qullagan. Bu bayonnoma orqali sobiq Sovet ittifoqi ishg'olchi deb qaraldi va Ozarbayjonning 1918-yil qurilgan jumhuriyatning varisi ekanligi jakarlandi. Ozarbayjonda 1992-yildan buyon har yil 18 oktyabr kuni milliy bayram sifatida tabriklanib kelmoqda. Türkiye Qizlar Cemiyeti Yemen'nin şarkıdaki Maghrib şehrida ishki ko'chmanlarga 900 yeshik yemak-ichmak buyumlari taqdim berdi. Türkiye Qizlar Cemiyeti Yemen hay'atining mas'uli Mustafa Aydın, Yemen Qizlar Cemiyeti bilan mos qadamda Maghrib shahrida insonparvarlik yordam buyumlariga muhtoj ishki ko'chman oilalarga 900 yeshik yemak-ichmak buyumlarini taqdim berganliklarini, bu yordamlarning yaqinda Yemenning boshqa shaharlaridagi muhtojlarga tarqatib berilgan 5000 yeshiklik yemak-ichmak buyumlarining bir qismi ekanligini ta'kidladi. Uzundan buyon siyosiy muqimsizlik hukm surayotgan Yemenda Hosiylar bilan hukumatga qarashli kuchlar o'rtasida to'qinishlar yuz berib, Hosiylar 2014-yil sentabrdan buyon poytaxt San'a va ba'zi rayonlarni kontrol qilsa, Saudiya Arabiston boshchiligidagi ittifoqdosh kuchlari 2015-yil martdan buyon Hosiylarga qarshi Yemen hukumatiga yordam bermoqda. Ocharchilik, xolera, to'qinish va havo hujumlari sababidan fuqarolar og'ir bedellarni to'layotgan Yemen ichinishlik insoniy tragediyaga sahna bo'lmoqda. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.